Assalomu alaykum o'zbek futbol obunachilari. Namanganda bo'lib o'tadigan har bitta markaziy o'yinda Navbahor stadioni anshlag kuzatilardi. Bugungi holat qanday deb o'ylaysiz? Markaziy o'yin Navbahor Nasaf. O'yin boshlanishiga sanoqli daqiqalar qoldi. Navbahor stadionidan muxlislar qochgan. Bunga sabab nima? Kommentariyada yozib o'tamiz shuni ham do'stlar. Stadionni o'ndan bir qismi ham to'lmagan. Navbahor sindirishdi, to'g'risi. Kechagi Paxtakor va Buxoro o'yinida kubok finaldagi o'yinni ko'rdinglar. Qanday o'tganini bugungi sudyalarimiz ilgisdan tashib halol o'tkazdi degan umiddamiz o'yinni. Navbahorni qo'llab-quvvatlash uchun Farg'onadan Neftchi muxlislari, fan klublari a'zolari kelishgan. Navbahor bilan birgalikda muxlislik qilishmoqchi. O'zbek futbolini kuzatib boring. Bugungi o'yindan ajoyib kontent videolarni joylab boramiz.